znak noto'g'ri qo'yilganmi yoki shunchalik asfalt sementi zo'rmi temir yo'lni ko'taradimi? Videoni ko'ringlar. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar, temir yo'l usti asfalt qilingan. Bu qanday o'tadi? Yo shunaqa poyezd bormi asfalt ustidan o'tib ketadigan? Bu hozir mahalliy aholidan so'raganimizga qaraganda bu temir yo'l ishlamayapti ekan. 3 yildan beri temir yo'ldan poyezd o'tmaydi deyapti. Iloji bo'lsa znakka qo'shib temir yo'lda ham olib tashlash kerak. Chunki shofyorlarga bosh og'rig'ida ortiqcha to'xtab o'tish kerak. Tormoz ketadi, boshqa bo'ladi, kalotka ketadi. To'xtamay o'tsa gay akalar turadi, yana jarima. Buni tushuntirib bo'lmaydi. Yoki u asfalt qilinishida Bekobod sementdan qo'shilganmikan? Bundan qo'shilgan bo'lsa, lekin haqiqatan poyezd yo'lda ham ko'taradida. Hozirgi kunda zavodlar shunaqa ko'payib ketgan, sement zavodlar, hozirgi qurilgan zavodlarni yaxshi yoki yomon deya olmaymiz, chunki vaqt degan narsa bor. Bu zavod 100 yillik zavod. Agar qurilish qilmoqchi bo'lsalaring, Bekobod sementdan ishlatsalari 100 yil bo'lgan bu birinchi qurilgan uylariga sifati kafolatlangan, maslahat beraman. Sementni eng zo'ri Bekobod sement. Ana shundan olinglarda qurilish qilinglar. Har qanaqa yer qimillashiga, boshqa narsalarga bardosh bera oladigan sement. Bobo zavodda bu 100 yoshli zavod bo'ladi. Qurgan imoratimda mazza qilib oilam bilan yashayman desalaring, faqat Bekobod sementni maslahat beraman.